Odamni nima kasal qiladi deb o'ylaysiz? Kerak emaslik, be'tiborlik kasal qiladi. Shunaqa his qachon uyg'onadi ota-onalarda? Bolalar katta bo'lganida, o'z bilan ovora bo'lganida, ota-onaga e'tibor, masalan, yaxshi narsa olib kelib qo'yadi, bo'ldi, e'tibor berdim deydi. Mana otangizga qachon yaxshi ko'raman degansiz deydi. Qarigan sari bola bo'ladi ota-ona. Hamma gapga ishonib o'tiraveradi. Bolalar agar e'tibor berib, u mehr juda ham kerak bo'lish kerak deydi. Masalan, pensiyaga chiqqandan keyin o'tirishadi. Ishga hech kimga kirib oilasiga kerak bo'lish kerak hech bo'lmasa. Mani hozir bitta dugonam bor, hozir bolalar shunaqa e'tibor berishadi onasiga. Hozir kasal edi, hozir tuzalib ketdi shu odam. Bir Turkiyaga yuborishdi. Shunaqa e'tibor berishib yuragi kasaldi. Hozir bolalar katta bo'lib, onaga shu ona deb turishadi. Bilasizmi, 3 ta bolam bir o'zi o'stirdi, o'lib ketib. Ana ko'ring, qanaqa shu oddiy narsa, ko'p narsa kerak emas. Ota-ona o'lgunicha bolam derkan.